Abu Hurayra eng ko'p hadis rivoyat qilgan sahoba ikrom rivoyat qilyaptilar. Bunga e'tibor qarating. Payg'ambar alayhissalatu vassalam aytayaptilarki, iymon deyaptilar. Iymon 60 necha yoki 70 necha bo'laklardan iborat sho'balardan. Iymon. Uning eng oliysi deyaptilar, eng yuqori darajasi. Eng yuqori darajasi la ilaha illalloh. Allohdan o'zga iloh yo'qdir deyishlik. Va shuni qalban tasdiqlashlik, ishonishlik, inonishlik. Alloh yakka yagona, Allohdan o'zga biror bir iloh yo'q. Allohdan o'zga sig'inadigan zot yo'q degan eng iymonni oliysi shu ekan. Shu bilan Allohni iymon keltirib Allohga bo'lgan iymonni ifodasi shu bo'lar ekan. Banda mo'min bo'lar ekan. Endi mana shu eng yuqori cho'qqisi la ilaha illalloh bo'lsa, uning eng quyi deyaptilar payg'ambar alayhisalom, eng pasti. Ko'chada aziyat beruvchi narsani olib qo'yishlik. Ko'chada birovga zarar yetkazmaslik. Shuni bilib qo'yaylik hammamiz.